Issiq ham gangratib qo'yapti-yu. Qizlarim? Assalomu alaykum otajon. Ha, baka. Kenglarchi, mana shu tarozdonglarchi. Bugun uyda ayalang yo'qligini bildirmasdan qo'llarimni o'ynatib, oshxonaga kirib ovqat qilib keldi. Qani ket. Yo'q, otajon, o'zimiz qilamiz. O'zlaring qilsang tarbiyani zo'r beribman, qaqa beribman. Bo'lmasa ketdim, kattaydan tuxum olib kelaman. Tuxumli olib bo'lingan otajon. Ha, uni ham olganmisizlar? Ha, bo'ldi. Maqsadgina. Xonim qaynab ketyapti. Ketdim, sigirlarni sog'ib kelaman. Yo'q, sigirlarni sog'ib qo'yganman otajon. Ha, yo'q-a? Ona qizlarim. Bo'lmasa men bir kasaldan xabar olayinchi, xo'pmi? Ishlarni qilinglar. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Vallahi ketdik. Tezroq bo'l. Onasini emsin, bitta kompot olib chiqib ichaman. Kompot shahar bola bo'lgan. Endi boja bo'lar ekanmiz dedi-ya. Boja-bojani ko'rganda nima qiladi? Inangni yeri qiladi. Nima qilyapsizlar biron tomorqasida? Qizlarimni boshini bitta aylantirishgan, big'illataman. Ko'rdingmi? Qaynatamga gelik beraman, jonimni beraman deb yuruvding. Mana ahvol. O'zing boshlamading, villan beraman, uyim beraman deb. Bo'pti. Xullas, men ham qaynata tanlash adashimman. Daraxt bir tepsang. Qo'ying. Ash daraxt tepmay turing. Qizlarim, qani dasturxon qilib turib choy damlab oringlarchi. Kuyovlarim kelib qopti-yu. Ota kuyovlarim, qani? Peshonangizdan bitta o'pib qo'yaman, kuyov bola, keng.